هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Hud suresi tefsiri 18. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Hud suresi 18. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'ın şirki var, balısı var dep Allah'a yalganını çaplagan kişidin mu, zalim kişi var mı? Eni şula kıyamet günü Rabbige toğrulundu. Guvahçılar, bula Rabbi hakkıda yalgan sözlügenlerdir deydi. Rastınla Allah'ın laneti zalimlar boludu. Yani Allah zalimlarını rahmetinden yirak kılıdı. Ula kişilerini Allah'ın yoludun, yani İslam dininden tosudu. Allah'ın yolunun egri boluşunu tileydi. Ula ahiretini inkar kılgıçılardır. Eni şula ziminde Allah'ın azabıdan keçip kutulalmaydı. Ulağa Allah'tan başka igi boluduğun yardımcılar mı bulmaydı. Ula kat mı kat azapkı düşer boludu. Hakkını anlaşka ve hakkını körüşki kadir bulalmaydı. Eni şula özlerine ziyan salgıçılardır. Ulanın oydurup çıkargan butları uladın özlerini çetki aldı. Şek yok ki ula ahirette en ziyan tatıqçılardır. Allah Teala'ga yalganlı çaplıqçılar ve Allah'ın yoludun tosqıçılarının en ziyan tatıqçılar ekenligi. Allah Teala bu ayette Allah Teala'ga yalganlı çaplıqçılarının halini ve ulanın ahirette periştiler, elçiler, peygamberler ve başka bütün insanlar ve cinler aldığı resva kılındığını bayan kılıdı. İmam Ahmed Sefvan İbni Mihrez'nin bu ayakta mundak degenlikini rivayet kılıdı. Men İbni Ömer'nin kolunu tutup kitivatattim. Tosattınla bir adam onun aldığı çıkıp sen Peygamber Aleyhisselam'ın kıyamet günüdeki piçirlaş doğrusudan nimi degenlikini anladın dedi. İbn Ömer, men Peygamber Aleyhisselam'ın mundak degenlikini anladım. Şek şübhisiz ki galip ve büyük Allah müminge yıkınlışıdır da rahmetini onun üstüge koydu. Onu kişilerden yoşurdu. Onu günahlarını ikrar kıldırıp palanı günahını tonum sen deydi. Mümin o günahlarını itiraf kılıp köңlüde emdi tügeçtim go dep oylap tuğanda Allah onunla men hakikaten o günahlarını dünyadaki çağında yoşurdum. Bugün mü hakikaten o günahlarını mağfiret kılımen deydi. Andın onunla yaxşı emelleri yazılgan defteri berildi. Ama guvahçılar kafirlar bilen münafıklığa. Bula Rabbi hakkıda yalgan sözlügenlerdir deydi. Rastınla Allah Teala'nın laneti zalimlığa boludu. Yani Allah zalimlarını rahmetinden yirak kılıdı dedi. Bu hadisini İmam Bukhari ve Müslim rivayet kılgan. Ula kişilerini Allah'ın yolundan yani İslam dininden tosudu. Allah'ın yolunun egri boluşunu tileydi. Yani ula
kishilarni haqiqatga ergishishdan g'olib va buyuk Alloh taologa yetkazadigan hidoyat yo'liga menishdan to'sidi. Ular kishilarni jannatdan yiroqlashtirdi. Kishilarning yo'llarining agir-bugri bo'lishini ko'zlaydi. Ular oxiratni inkor qilguvchilardir. Ya'ni qiyomatdan tenib, uning yuz berishini yolg'onga chiqarguvchilardir. Ayni shular ziminda Allohning azobidan qochib qutula olmaydi. Ularga Allohdan boshqa ega bo'ladigan yordamchilar bo'lmaydi. Ya'ni ular Alloh taolaning g'azabi va qahri ostidadir. Alloh taolaning changili va hukmronligi ichidadir. Allah ulardan qiyomat bo'lishdan ilgari dunyodagi chaqdilar intiqom elishga albatta qodirdir. Lekin Allah ularni jazolashni shu kunning rahmatidan ko'zlar chekchiyib qoladigan kungacha, ya'ni qiyomat kunigacha kechiktirdi. İmam Buxoriy va Muslim mundaq rivoyat qiladi. Shak shubhisizki Allah zalimga albatta muhlat beradi. Uni tutgan chaqda hargiz bo'sh qo'yib etmaydi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Ular qat-muqat azobga duchor bo'ladi. Ular haqni anglashga va haqni ko'rishga qodir bo'la olmaydi. Ya'ni ular hassilab azobga duchor bo'ladi. Bu shuning uchunki Alloh taolo ularga quloq, ko'z va dillarni berdi. Biroq ularning quloqlari, ko'zlari, dillari ularga asqatmadi. Belki ular haqni anglashdan gaz, uningga ergishishdan ko'r edi. Alloh taolo ularning do'zaxga kirgan chog'dagi holidan xabar berib, mundaq degan. Ular agar biz payg'ambarning so'zlarini anglagan yoki tushungan bo'lsak, ahli do'zax qatorida bo'lmas edik deydi. Kafir bo'lganlarga va kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni dindan to'sqanlarga ularning qilgan buzg'unchiliklari uchun azob ustiga azob qo'shib ziyoda azob qilamiz. Shuning uchun ular buyurilib to'simu uni tark etgan har bir ish uchun va chekilinib to'simu uni qilgan har bir gunoh uchun azobga duchor bo'ladi. Butlari ularni shuning uchun ular buyurilib tursimu uni tark etgan har bir ishi uchun va chekilinib tursimu uni qilgan har bir gunoh uchun azobga duchor bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ayni shular o'zlariga ziyon solg'uvchilardir. Ularning o'ydirib chiqargan butlari ulardan o'zlarini chetga oldi. Ya'ni ular o'zlariga o'zlari ziyon soldi. Chunki ular haroratlik do'zaxga kirgizildi. Ular uningda azoblanadi. Azob ulardan birdammi yengiltilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Jahannamning o'ti paslab qolsa, ularga o'tni texmi yolqinjitimiz. Ularning o'ydirib chiqargan butlari o'zlarini chetga oldi. Ya'ni Alloh taoloni qo'yib o'ydirib chiqargan shiriklari va butlari ular uchun hech narsaga asqatmay ketib qoladi. Balki ularga nihoyatda zo'r darajada ziyon soladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan. Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun to'plangan chaqda butlar ularga, ya'ni butparastlarga dushman bo'ladi. Ular tarafidan ibodat qilinadiganligi inkor qiladi. Ular tarafidan ibodat qilinganligini inkor qiladi. Ayni vaqtda agash turgichilar azobni ko'rib, agash kuchilardan juda bo'ladi. Ularning o'zaro munosabati, ya'ni dunyodagi do'stligi uziladi. Va buningdan boshqa ularning ziyon taqanligini va halokatga uchraganligini ko'rsatadigan nurg'un oyatlar bor.
Şuna Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Şek yo'qki, ular oxiratda eng ziyon tortquchilardir. Allah Teala bu oyatda ularning oxirat yurtida eng ziyon tortquchilar ekanligidan xabar berdi. Chunki ular oliy darajalik jannatlarni eng cho'nqur do'zaxlarga tegishdi. Jannatlarning noz ne'matlarini do'zaxning qaynoq suyiga, eg'izi pechatlangan sob sharobni do'zaxning otashlik shamiliga, yuqori darajalik qaynoq suvga va qora tutundan bo'lgan soyiga tegishdi. Shahlo ko'zlik hurlarni yiringdan bo'lgan taomga, jannatning oliy qasrlarini do'zaxning qiziq o'tiga, nihoyat shafqatlik Alloh taologa yiqilishni va uning jamolini ko'rishni Alloh taoloning g'azabiga va azob oqibatiga yo'liqishga almashtirdi. Shek shubhisizki ular oxiratda eng ziyon tortquchilardir. Subhanalloh, la ilaha illalloh. Şübhisizki iman etqanlar va yaxshi amallarni qilganlar Rabbining huzurida ojizlik bildirganlar ayni shular ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qolg'uchilardir. Kafirlar va mu'minlardan iborat ikki firqa bor. Bir firqa amaga va gasqa o'xshaydi. Yana bir firqa bo'lsa, ko'zi ko'radigan, quliqi anglaydigan odamga o'xshaydi. Ularning ahvoli bir-biriga o'xshamdi. İbret almamsizlar. Iymon etgan kishilarga beriladigan mukofot to'g'risida. Alloh taolo baxtsiz kishilarning holini bayon qilgandan keyin uningga ulabla baxtli kishilarning holini bayon qildi. Ular iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilardir. Ularning dillari iymon etadi. A'zolari Alloh taologa ibodat qiladi. Yomon ishlarni tark etishdan iborat mayli so'z bo'lsin, mayli ish harakat bo'lsin, yaxshi ishlarni qiladi. Mana bular bilanlar ular oliy darajalik o'ylarni, rat qo'yilgan taxtlarni, qo'lni sunib xohlagancha uzib yegili bo'ladigan mevalarni, egiz silingan to'shaklarni, chiroyli xotinlarni, xilma-xil meva-chevalarni, ishtihoni ochadigan yemekliklarni va lazzatlik sharoblarni o'z ichiga olgan jannatlarga voris bo'ladi. Buningdan sirt ular osmonlarni va zaminni yaratgan Alloh taolaning jamolini ko'rishga muyassar bo'ladi. Alhamdulillah. Ular ayni shu noz ne'mat ichida mangu qoladi. Ular jannatda o'lmaydi, qerimaydi, kasal bo'lmaydi, uxlamaydi, cho'ng kichik tahorat qilmaydi, tükürmaydi va mishqirmaydi. Ulardan faqat ishborning purqiga o'xshash tar chiqadi. Ya Allah, ya Allah. Mu'minlar bilan kafirlarning misoli. Ondan Alloh taolo kafirlar bilan mu'minlarning misolini bayon qilib mundaq deydi. Kafirlar va mu'minlardan iborat ikki firqa bor. Ya'ni Alloh taolo dastlabki firqani baxtsizlar, mu'minlarni baxtliklar deb sifatladi. Kafirlar amaga va gasqa o'xshaydi. Mu'minlar ko'zi ko'radigan, quliqi anglaydigan odamga o'xshaydi. Kafirlar dunyo va oxiratda haqni ko'rishdan ko'rdir. Ular yaxshilik tarafiga yo'l topolmaydi ve onu tanıy almaydı. Delil paketlerini anlaştın gastır. Ula özüge paydalıq nərsini anlamaydı. Eğer Allah uladı birer yaxşılıq deb bilse idi, elbette ulağa haqqını anlatadı. Ulağa anlatqan təqdirdi mi,
ular haqdan albatta yuz o'rgan oldi bosh tortadi. Mo'min odamga kelsak, u hushyor, zerek va aqlliqdir. U haqni ko'rdi. Haq bilan botilning orasini ayriya oladi. Yaxshilikqa agishib, yomonlikni tark etadi. Delil pakitlarni anglaydi. Delil pakit bilan shak shubhilarning orasini farq eta oladi. Botil uning oldida ustunlikka erisha olmaydi. Ya'ni mu'min bilan kofir barobar bo'lamdi. İbret almamsizlar. Ya'ni ibret ilib, ana shu kofirlar bilan mu'minlarning orasini farq etmamsizlar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ahli do'zax bilan ahli jannat qiyomat kuni barobar bo'lmaydi. Ahli jannat bo'lsa maqsadga erishkichilardir. Ko'r odam bilan ko'zi saq odam, ya'ni kofir bilan mu'min barobar bo'lmaydi. Zulmat bilan nur, ya'ni botil bilan haq barobar bo'lmaydi. Soy bilan issiq, ya'ni jannat bilan do'zax barobar bo'lmaydi. Teriklar bilan o'liklar, ya'ni mu'minlar bilan kofirlar barobar bo'lmaydi. Shubhisizki Alloh haq da'vatni xohlagan kishilarga anlatadi. Sen qabrlardagilarga, ya'ni kofirlarga anlata olamsan? Sen qabrlardagilarga, ya'ni kofirlarga anlata olmaysan. Sen faqat bir ogohlantiruvchisan. Haqiqatan biz seni haq din bilan mu'minlarga xo'sh xabar berguchi, kofirlarga ogohlantiruvchi qilib avatdik. Qandoqli bir ummat bo'lmasin, uningga payg'ambar kelgan. Shubhisizki biz Nuhni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. U men haqiqatan sizlarga ochiq ogohlantiruvchiman. Bir Allohdan boshqaga ibodat qilmanglar. Sizlarning qattiq kunning azobiga uchrashinglardan qo'rqaman dedi. Uning qavmining kofir kattalari, bizningcha sen faqat bizga o'xshash bir odamsan. Bizningcha oramizdagi past kishilarla yengillik bilan sana ergashgan. Bizningcha sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliginglar yo'q. Balki biz sizlarni yolg'onchi deb o'ylaymiz dedi. Nuh alayhissalomning qissasi va uning qavm bilan ilib borgan suhbati. Alloh taolo bu oyatlarda Nuh alayhissalomdan xabar berdi. U butq cho'qinadigan mushriklardan iborat zimin ahliga Alloh taolo payg'ambar qilib avatgan tunji payg'ambar edi. U qavmiga mundaq dedi: haqiqatan sizlarga ochiq ogohlantiruvchiman. Ya'ni agar sizlar Alloh taolodan boshqaga ibodat qilsanglar, agar sizlar Alloh taolodan boshqasiga ibodat qilsanglar, men sizlarni Alloh taoloning azobidan oshkora ogohlantiruvchiman. Shuning uchun u mundaq dedi: bir Allohdan boshqaga ibodat qilmanglar. Sizlarning qattiq kunning azobiga uchrashinglardan qo'rqaman. Ya'ni agar sizlar butlarga cho'qinishni davomlashtirsanglar, Alloh sizlarni oxirat yurtida dardlik va alamlik qattiq azob bilan azoblaydi. Uning qavmining kofir kattalari, bizningcha sen faqat bizga o'xshash bir odamsan, ya'ni farishta emas, insonsan. Biz turuqliq qandoqmi sana o'xshash bir insonga vahiy tushdi? Bizningcha oramizdagi past kishilar yengillik bilan sana ergashgan. Ya'ni sana nadon, döt va uningga o'xshash kishilar ergashgan. Bizning ichimizdan 100 obro'yliq va amaldorlar sana ergashmagan. Sana ergashgan kishilar pokitga hurmat qilish, fikr qilish va yiroqqa nazar silish iqtidoriga ega emas.
Ular faqat sening mundaqla da'vat qilganliging uchun sana ovoz qo'shgan va sana ergashgan. Bizningcha oramizdagi past kishilar yengillik bilan sana ergashgan. Bizningcha sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliginglar yo'q. Ya'ni bizcha sizlarning bizdan mayli axloqda, yoritilishda yoki bu dininglarga kirgandan keyingi holatinglarda bo'lsin, hech qanday ortiqchilikinglar yo'q. Balki biz sizlarni yolg'onchi deb o'ylaymiz dedi. Ya'ni sizlar aytayotgan yaxshi ishlar, yaxshi amallar, ibodatlar va sizlar oxiratga borganda u yerda erishadigan baxt, saodat qatorliqlarni yolg'on deb o'ylaymiz. Mana bu kafirlarning Nuh alayhisalomga va uning ergashuvchilariga berilgan e'tirozidir. Bu ularning naqadar nodon, bilimsiz va aqlsiz ekanligiga dalildir. Haqiqatga ergashgan kishilarning töven tabiqidan bo'lishi haqiqatning obro'yini tushirib etolmaydi. Shak shubhisizki, haqiqatga mayli 100 obro'li kishilar yoki töven tabiqidagi kishilar ergashsin, u baribir haqiqat bo'lib, u farqlar uning to'g'riligiga ta'sir yetkazolmaydi. Aksicha haqiqat hech qanday shak yo'q bo'lib, haqiqatda hech qanday shak yo'q bo'lib, uningga ergashganlar töven tabiqidagi kishilar bo'lgan taqdirdami, ayni shu kishilar sharafli kishilardir. Uningga ergashishni rad qilganlar obro'li kishilar bo'lgan taqdirdami, ayni shular pastkas kishilardir. Amaliyotda ko'pincha ahvolda haqiqatga ergashadiganlar töven tabiqidagi kishilardir. Haqiqatga qarshi chiqadiganlar 100 obro'li va amaldor kishilardir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: shuningdek, sendan ilgari har qachon biror shaharga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar avatsaklar, uning davlatman odamlari biz haqiqatan ota-bobolarimizning bir xil diniga e'tiqod qilganligini bilamiz. Shak shubhisizki biz ularning izidan mangamiz deyishdi. Rum podshohi Herakl Abu Sufyandan payg'ambar alayhisalomning sifatlari haqida so'raganda, uningga yuqori tabiqadagi kishilar ergashdimi yoki töven tabiqadagi kishilar ergashdimi dedi. Abu Sufyan uningga töven tabiqadagi kishilar ergashdi dedi. Shu chaqda Herakl payg'ambarlarning ergashuvchilari ayni shundoq bo'ladi dedi. Ularning yengillik bilan degan so'ziga kelsak, bu söküş ve ayıplash emas. Chunki haq oydinlashtirilgan chaqda u haqda hech qanday o'ylanishga va fikr qilishga o'rin yo'q. O'rin yo'q bo'lib, uningga cho'qim ergashish kerak. Bu holat har qanday zerak va aqlli kishi uchun o'rtaqdir. Mundaq o'rinda faqat 4 yoki galvon kishilar o'ylandi. Peygamberler ularga Allah Teala'nın rahmeti ve salamı olsun. Hakikaten uçuk aşkarı paketlerini ilip geldi. Bizningcha sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliginglar yo'q. Ular oradagi ortiqchiliklarni ko'rolmaydi. Chunki ular haqni ko'rishdan ko'rdir. Ular haqni anglay olmaydi ve körelmeydi. Ular guman içinde tınırqap yürüşüdü. Nadanlıqның qarang'uligida timizqilab yürüdü. Ular oydurmichi, yolg'onchi, kam aql ve pastkash kishilardir. Ular oxiratda ziyon tortquchilardir. Alhamdulillah. Allohga shukrlar bo'lsin. Yuqorida Hud surasi tafsiri 27. oyatgacha anladinglar. Oxirini keyin qitimliq anlatishimizda, keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.